Mening ismim Jacob. Men Hindistondanman. Mening kasbim muhandis. Xo'sh, mening savolim shundaki, Xudo hamma narsani biladi. Bilasizmi, atrofimizda nima ko'rsak ham, Alloh har doim hamma narsani oldindan biladi. Shunday qilib, agar men yaxshi ish qilmoqchi bo'lsam, u bu haqda allaqachon biladi. Meni savol qiziqtiradi. Agar hamma narsa oldindan belgilangan bo'lsa va har kimning o'z taqdiri bo'lsa, unda hamma narsa oldindan rejalashtirilgan bo'ladimi? Birodarim Jacob. Jacob to'g'rimi? Ha. Birodarimiz Jacob juda muhim savol berdilar. U Alloh hamma narsani oldindan biladimi deb so'radi. Albatta biladi. Va Alloh taolo men yaxshi yoki yomon ish qilishimni biladimi deysizmi? Ha, biladi. Keyin u yana so'radi, agar hamma narsa oldindan belgilangan bo'lsa, bu yana boshqa savol. Bilim va taqdir bir xil narsa emas, hamma narsa oldindan belgilab qo'yilganmi? Albatta belgilangan. Taqdirga ishonish islomning ustunlaridan biridir. Lekin siz savolingizni tugatmadingiz. Menimcha siz bunday vaziyatda sizning rolingiz nima ekanligini bilishni xohlaysiz. Agar Alloh mening yaxshi va yomon ishlarni qilishimni bilsa, unda mening rolim nima? Bu sizning savolingiz, to'g'rimi? To'g'ri. Men savolingizni tushundim, chunki bu mening soham. Siz savolingizni tugatmagan bo'lsangiz ham, men sizning savolingizni tushundim. Chunki bu juda mantiqiy savol. Bu savol hatto musulmonlarning xayoliga ham keladi, ammo ular so'rashdan qo'rqishadi. Agar men bu savolni so'rasam, ehtimol bu kufr bo'ladi deb o'ylashadi. Aslida bu keng tarqalgan savol va bu mantiqiy savol hisoblanadi. Agar hamma narsa oldindan belgilab qo'yilgan bo'lsa, Alloh qotillik qilishimni qismatimga yozgan bo'lsa, men qotillik qilsam bunga kim aybdor bo'ladi? Men emas, Alloh taolo aybdor bo'ladi, to'g'rimi? Agar Alloh mening taqdirimda spirtli ichimliklar ichadi deb yozgan bo'lsa, agar men spirtli ichimliklar ichishni boshlasam, unda kimni ayblash kerak? Shubhasiz Alloh taoloni. To'g'rimi yoki noto'g'rimi? To'g'rimi yoki noto'g'rimi? Ha, to'g'ri. Hatto musulmonlar ham ba'zida bu haqda o'ylashadi, lekin bu savolni berishdan qo'rqishadi. Va bu juda qiyin savol va juda nozik savol va bu savol meni faoliyatimning dastlabki yillarida uzoq vaqtdan beri o'ylantirib kelmoqda. Keyin tadqiqotlarimni olib borganimda men eng yaxshi olimlar bilan suhbatlashdim. Har safar yangi javob olganimda, men faqat olimlarning so'zlarini takrorlayman. Ammo agar mantiqiy savol tug'ilsa yoki yangi narsa paydo bo'lsa, men buni olimlar bilan muhokama qilishim kerak. Bu shariat qoidalariga zid emasligiga ishonch hosil qilishim kerak. Bu da'vatning asosidir. Siz o'zingizdan yangi narsa qo'sha olmaysiz. Siz faqat mantiqiy fikr yuritishingiz mumkin. Afsuski taqdir haqida ko'plab kitoblar mavjud. Lekin unchalik ishonarli emas va bu biz taqdirga ishonishimiz kerak bo'lgan iymon ustunlaridan biridir. Yaxshiroq tushunishingiz uchun men sizga bir misol keltiraman. Bu mening noyob javoblarimdan biri edi va men yetakchi olimlarga buni taqdim etdim va ular mashalloh deb aytishdi. Bu Allohdan. Birodar, maktabda o'qituvchi. Ma'lum bir sinfga dars berayotganini tasavvur qiling. Va bu o'qituvchi bir yil davomida u yerda dars beradi. Imtihon oldidan o'qituvchi bu talaba 100 ball olishini aytadi. Bu talaba 80 ball oladi. Va bu talaba imtihondan yiqiladi deb aytadi. Kechirasiz birodar, men shunchaki misol keltiraman, xafa bo'lmang. U meni ataylab imtihondan yiqitishga harakat qilyapti deb o'ylashi mumkin. Shunday qilib, o'qituvchi imtihon oldidan natijalarni aytib berishi mumkin. Dangasa talaba men imtihon topshira olaman. O'qituvchim imtihon topshira olmaysan degan deb ayta olmaydi. U shunday deyishi mumkinmi? U bunday deb ayta olmaydi. To'g'ri, u bunday deb ayta olmaydi. Sababi o'qituvchi o'zini o'qituvchilarni yaxshi biladi. O'qituvchi bu talaba aqlli va tirishqoq, u uy vazifasini yaxshi bajaradi, sinfga erta keladi. Va bu talaba o'rtacha, bu talaba esa dangasa, u darslarni qoldiradi deb oldindan taxmin qilishi mumkin. Biroq o'qituvchi odam. Ko'p hollarda u haq, lekin xato qilishi ham mumkin. Alloh taolo barcha sirlarni biladi. Kelajak unga ma'lum va u xato qila olmaydi. Agar o'qituvchi ma'lum bir talabaning muvaffaqiyatsiz bo'lishini bashorat qilgan bo'lsa ham, bu o'qituvchi bu muvaffaqiyatsizlik uchun javobgar degani emas. Talaba o'z muvaffaqiyatsizligi uchun o'qituvchini ayblay olmaydi. Shunday emasmi?
Endi biz taqdir haqida quyidagilarni tushunishimiz kerak. Qodir Alloh kelajakni oldindan ko'ra bilish qobiliyatiga ega. Xo'sh, u nima qildi? U nima bo'lishini oldindan belgilab qo'ydi. Endi tasavvur qiling, birodarim Jeykob, siz chorrahada turibsiz. Sizda tanlash uchun 4 ta yo'l bor. 1, 2, 3 va 4. Siz ulardan birini tanlashingiz mumkin va siz 4-yo'lni tanlaysiz. Shunday qilib, Alloh taolo allaqachon biladi. Oldindan birodar Yoqub chorrahaga kelganda u 4 ta tanlovga ega bo'ladi. 1, 2, 3 va 4-variantdan u 4-variantni tanlaydi. Shunday qilib, Alloh taolo oldindan yozadi. Jeykob chorrahaga kelganida u 4-yo'lni tanlaydi. Bu kimning tanlovi edi? Sizning tanlovingiz. Biroq Alloh taolo kelajakni biladi. Siz boshqa chorrahaga kelib 5 ta variantli yo'lni ko'rasiz. Bu variantlar Adan boshlab Y variantgacha bo'ladi va siz bir yo'lni tanlaysiz va Alloh sizning taqdiringizda Yoqub 2-chorrahaga kelib, uning oldida 5 ta yo'lni ko'rganda A variantdagi yo'lni tanlaydi deb yozadi. Kim tanlov qildi? Albatta Jeykob. Qudratli Alloh kelajakni biladi. Imtihondan o'tganingizdan so'ng siz shifokor bo'lishni tanlashingiz mumkin. Siz muhandis bo'lishni tanlashingiz mumkin yoki o'g'ri bo'lishni tanlashingiz mumkin. Tanlov sizdan. Masalan, siz o'g'ri bo'lishni tanlaysiz. Kechirasiz, bu shunchaki misol. Kechirasiz, keling yaxshisi siz muhandis bo'lishni tanlaysiz deylik. Men xato qildim, siz muhandis deylik. Siz muhandis bo'lishni tanlaysiz. Shunda kim tanlov qilgan bo'ladi? Sizmi yoki Allohmi? Birodar, shunda kim muhandis bo'lishni tanladi? Men tanladim. To'g'ri. Qudratli Alloh bu odamni muhandislik kasbini tanlashini oldindan bilar edi. Shuning uchun u maktab yoki kollejni tugatgandan va bakalavr darajasini olgandan so'ng birodarim Jeykob muhandis bo'lishini oldindan belgilab qo'ygan. Shunday qilib mening savolim, agar men tibbiyot fakultetini tanlasam, bu mening noto'g'ri ekanligimni anglatadimi? Yo'q, Alloh taolo sizni tibbiyotni tanlashingizni biladi. Shuning uchun Alloh taolo sizning taqdiringizga shifokor bo'lishingizni yozgan bo'ladi. Demak, hamma narsa oldindan rejalashtirilgan ekanda. Yo'q, bu oldindan rejalashtirilmagan. Bu kelajakni bilish hisoblanadi. Xuddi o'qituvchi qaysi talabaning muvaffaqiyatsiz bo'lishini bashorat qilishi mumkin bo'lish kabi. Siz tushunyapsizmi? Hamma narsa Allohning qo'lida. Ehtimol ertaga siz ta'lim olish va shifokor bo'lish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Siz bilan men buni aniq bilmaymiz, lekin buni faqat Qodir Alloh biladi, shunday emasmi? Alloh taolo sizning fikringiz o'zgarishi mumkinligini biladi. Siz shifokor bo'lishga qaror qildingiz, garchi bu juda kam imkoniyat bo'lsa ham. Ammo Alloh taolo sizni bu tanlovni qilishga majburlamaydi. Nima qilishni o'zingiz hal qilasiz. Birodar, siz buni tushunyapsizmi? Qodir Alloh kelajakni biladi. Demak, bu Alloh taoloni kelajakni bilishini anglatadi. Shunday qilib, ehtimol kimdir imtihon topshirgandan keyin u halol mehnat bilan pul ishlashni tanlashi mumkin. Yoki u o'g'rilik qilishni tanlashi mumkin. Buning uchun kim aybdor bo'ladi? Albatta u aybdor bo'ladi, Alloh taolo emas. Alloh taolo uni taqdirida imtihondan o'tganidan keyin muhandislik qilib halol ishlash imkoniyatiga ega bo'lishini yozadi. Lekin u o'g'irlashni afzal ko'radi. Shuning uchun Alloh taolo o'g'irlashni taqdiriga yozadi. Lekin bu Alloh sizga muhandis bo'lishingizni taqdiringizga yozgani uchun emas, balki siz o'zingiz bu tanlovni qilganingiz uchun Alloh taolo buni oldindan yozgan. Siz tushunyapsizmi? Agar o'qituvchi imtihondan oldin talabaning muvaffaqiyatsizligini bashorat qilsa, unda o'quvchi o'qituvchini ayblay olmaydi. Birodar, siz buni tushunyapsizmi? Rostini aytsam, bu meni chalkashtirib yuboryapti. To'g'ri, bu qiyin, bu juda qiyin savol. O'qituvchi imtihon natijalarini bashorat qilishi mumkinligi haqida gapirganda nimani nazarda tutayotganimni tushunyapsizmi? Men buni sodda qilib sizga misol keltiryapman. Aytingchi, agar o'qituvchi ma'lum bir talabaning imtihonda muvaffaqiyatsiz bo'lishini oldindan bilsa, unda o'qituvchini ayblаш mumkinmi? Ammo o'qituvchi Xudodan farq qiladi. Men tushundim. Ammo talaba o'qituvchini ayblay oladimi? Yo'q, ayblay olmaydi. To'g'ri, u ayblay olmaydi. Alloh taolo ichki bilimga ega. Alloh taolo o'qituvchidan ustundir, ammo Alloh taolo sizning tanlovingizga aralashmaydi. Qur'onda shunday deyilgan: "Ha, qayerda tug'ilasiz? Siz qanday iqti bo'lasiz? Ba'zi narsalar oldindan belgilanadi. Ammo sizning harakatlaringizga kelsak, buni siz o'zingiz tanlov qilasiz." Shuning uchun juda mashhur shoir Allam Iqbol, u Allam Iqbol degan ismga ega. Va siz hindu bo'lganingiz uchun hind tilini bilasiz. Allam Iqbol shunday deydi: "Shunday taqvodor bo'lingki, qudratli Xudo sizning taqdiringizni yozishdan oldin sizdan nimani xohlashingizni so'rasin."
Va menga Omanda ko'pchilik Dubay kabi urdu tilini tushunishini aytishdi. Bu shoir Allam Iqbol. U mashaalloh Qur'onni juda yaxshi tushunadigan shoirlardan biridir. U shunday deydi: Shunday taqvodor bo'lingki, qudratli Xudo taqdiringizni yozishdan oldin sizdan sizning xohishingiz nima deb so'rasin. Bu degani, biz qudratli Allohning amrlariga amal qilishimiz kerak.